Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf jamoamiz bilan birgalikda navbatdagi tungi fon xizmatimizni Andijon viloyati Asaka tumani Toshtepa qishlog'ida mana shunaqa chiroyli holatda xonadonimizni yakunlab bermoqdamiz. Xonadonimizga qilingan xizmatlar choksiz sliflar qo'yilgan, hamda tungi fonlari qilinyapti mana, hamda turbalari tushirib berilyapti akalar. Xo'p, xonadonimizga foydalangan ranglarimiz oppoq rangi, mokriy rangdan foydalanganmiz. Asosan qalinligi 0.4 qalinlikda tunkamizdan foydalanganmiz akalar. Xo'p, narx-navolarga to'xtaladigan bo'lsak, 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha mana shunaqa o'rtacha xonadonlarimizga materialimizning qalin yo'qonligiga qarab xizmatlarni ko'rsatyapmiz akalar. Xizmatlar bo'lsa bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Nasib bo'lib qolsa keyingi sovg'a qilinadigan xonadonlarimiz aynan sizlarda xonadonlar bo'lishi mumkin. Faqat bir narsa, ishlatilgan materialning kvadratiga hisoblanadi. Tarnov turbalar отдельный bo'ladi akalar. Quyida raqamlarda Telegram, WhatsApplar bor. Bemalol musofirda bo'lsangiz ham aloqaga chiqsangiz, Xudo xolasa sizlarga ham ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling.